Qansu, qonunsiz guruh qatnasang, kasbiy bo'lasan. Koreya zar sohasi 3 ga bo'linadi. Zar sotuvchi, zar atkazchilarni tutuvchi. Yana ular bilan bog'lashib bo'lgan. Menga o'xshash odam. Agar jinoyat gumoni bo'lsa, tekshiruvni taftish amalidori buni haliga yer bormi? Telefon tutgan bo'lsa, kiraylik. Aqot, mana hozir. Meni ismimni bilmaysiz bo'ling. Buni Silvan Abdal. Men bilan qisminglarni ustida mong'ulni qilyapsiz. Guruh bilan taftish birlashibdi-da. Bu nima qilganing? Sen bu yana kotib ishida qilasan. Bu nima qilganing? Yaxshi, qilgandan keyin cho'ngni qilaylik. Betimga agashkidek shincham bormi? Meni atganimdek bir taraf qilaylik. Hamda rasmiy qonunsiz guruhning harakatiga o'xshaganda. Nima bilan qoldi?